Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Jasur Fermer kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bu kanalda parrandachilikka oid foydali maslahatlarga ega bo'lib borasizlar. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska va like bosib qo'yinglar. Qani bo'lsa kerak. Birinchi ishimizni tovuqlarga yem berishdan boshlaymiz. Kecha choyxonadan olib kelib qo'ygan pomoylarim bor. Hozir beramiz, maza qilib yeb olishadi. Ko'pchilik parranda boqishda qiladigan xato narsalardan bittasi qishki kunida ayniqsa dondan qizg'onib qo'yib yuborib, nima deydi, qo'yib yuborganda o'zi yerdan terib bir nimalar yeb qorni to'yib qoladi deb o'ylashadi. Yo'q, bu katta xato. Tovuqda ham o'zining normasi bor. Misol 120 gram, 150 gram don yeyish kerak bo'lsa, o'shani yesak keyin tuxum beradi bular. Keyin qishda tovuqim tuxum tug'mayapti, boshqa bo'lmayapti, turk bo'lmayapti deb yurishaveradi. Tovuqda buni qachon qorni to'ysa keyin tuxum beradi bu ham. Xuddi o'zimizdek bo'sh qolib turmaydi deganda. Menda turli xil zotlar bor. Men juda ham ko'p zotlardan boqib chiqqanman. Eng ma'qul kelgan zotlardan biri bu shu Jersey kelgan. Bu zotni menga yoqqan tomoni immuniteti juda ham kuchli. Ham sir tuxum, ham yaxshi kilogram oladi. Xarakteristika yuvosh tovuq. Jerseylar yiliga o'rtacha 240 ta, 250 tagacha tuxum beradi. Tuxumlarimizni yig'ib olamiz. Men ko'pincha quyosh chiqqan vaqtda tovuqlarni tashqariga chiqaraman. Chiqarishdan maqsad tuxum soni ko'payadi, ham immuniteti yaxshilanadi, o'ziga kerakli vitaminlarni topib yeydi. Ikkinchidan, tovuqxonani havosini almashtiramiz har kuni. Almashtirgan foyda. Tovuq ketadi, haftasiga 2-3 marta tozalash kerak. Tovuqxona toza bo'lsa, tovuq ham kasal bo'lavermaydi. Ko'pincha tovuqlar odatda shu axlatini bir-birining axlatini bosadi, keyin infeksiya o'qib, keyin cho'qilash oqibatida kasal yo'qadi bularga. Qishda tovuqda oyog'idan zak o'tmasa, uncha-munchaga kasal bo'lmaydi. Zak o'tmasligi uchun men asosan shu sholi to'ponidan foydalanaman. Agar sholi to'pon bo'lmasa, apelkadan foydalansa ham bo'ladi. Muhimi oyog'ini tayini quruqligi. Mana tovuqxonalarimizni ham tozalab oldik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda kasal tovuqlarga qanday qilib lecheniya qilish, ukol qilish haqida video qilaman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar. Videodagi kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.